Bizda PvP oddiy Minecraftda savastarroq qo'yaylik. Judayam qattiq turibdi. Tak, shunga kirasa, adada server ise bunga libboyni sen yozamiz. Yozmasak, bilmayman, yozmasak ham bo'laman. Tak, men Dona deyman. Botga play this is .pvp craft.ru this is botga 132 desanglar ham bo'ladi. Shuncha adada server bunga kirib chiqamiz. Reski chiqamiz. Botda turibdi. Mana PvP craft ko'ribsizlar. Tak, men Wi-Fi yaxshi ishlamay turibdi-da, menga qotadi. Kirmadi buni. Tak, kirdi mana. Yangisi botga kirasizlar, kod so'raydi. Register this is va qilasizlar 098. Tak, bo'ldi, yuborasizlar. Yana kod kerak. Login 098. Da bo'ldi, shuna qilib o'ynayverasizlar. Biz o'ynaymiz. Nimaga desa, hozircha men Wi-Fi ham qasib turibdi. Shunga o'ynamayman. Botda har xil nimalar ham bor. Mana Wi-Fi ishlamay turibdi deb. Tak, yana bittasi. Yana shunaqa Dona deymiz. Ismimizni yozib, yana shu narsani yozamiz. Play PvP craft. Bu Bedwarsga ham kirsa bo'ladi. PvP craft ru deymiz. Yana tak, botda endi 6 qilamiz. Bo'ldi, hozirda server yana chiqdi. Bedwars PvP craft ko'rdingiz. Bunga ham yangi aytgan kodlarni yozasiz. Qapti kirib kirgizavering. Yana qaytadan. Tak, bu menga o'xshayapti-da. Wow, hammasi menga o'xshaymi? Bo'pti. Tak, aytgandek login, register 098. Yuborasiz. Login 098. Tak, bo'ldi. Men aytdim, qatyapti deb. Hammasi nimagadir menga o'xshab turibdi. Sindirib ketsak, voyli. Tak, bo'ldi. Shuni bo'ladi sizlarga. Ko'rdingizlar, ikki server ham birdeganda ochdik. Hammasi bir kod. Esingizdan chiqmasin bo'ladi.